Bu o'yinchi ispan malika oldida befarq turibdi. Bilmaganlar uchun aytay, Ispaniya malikasi Leonor Barselona futbolchisiga oshiq. U shunchalik maftun bo'lganki, maktab daftari muqovasiga futbolchining suratlarini yopishtiribdi. 2022-yilgi jahon chempionatida qirol Felipe Gavidan Barselona futbolkasiga imzo solishni so'ragan. Agar diqqat bilan qarasangiz, futbolka juda kichkina. Demak, u malikaga sovg'a qilingan bo'lishi aniq. Aytishlaricha taxt vorisi Gavi bilan tanishishni juda xohlaydi. Har qanday yigit bunday yangilikdan xursand bo'lardi, deb o'ylash mumkin. Lekin bu vaziyat uni qiyin tanlov oldiga qo'yadi. Yoki malika bilan qolib qirollik oilasiga qo'shilish, yoki hozirgi an'ana va qoidalarga ko'ra futbolchi bo'lib qolish. Agar Gavi va Leonor birga bo'lsa, u oxir oqibat Ispaniya qiroli bo'lardi. Lekin buning uchun futbol karyerasidan voz kechib, qirollik qoidalariga bo'ysunishi